Hozir kitobda bitta narsa o'qidim. Katta qiz farzandlar haqida. Katta qiz farzand bo'lganim uchun menga ta'sir qildi deb o'ylayman. Shunaqa yozilgandi. Oilada ota-onadan ham oldin ruhi charchagan, ko'p narsani ichiga yutgan va ko'p narsani o'zi hal qilishga harakat qilgan inson katta qiz farzand bo'larkan. U erta yoshdan mas'uliyatni o'zini bo'yniga oladi. Erta yoshdan hali o'zi bola bo'lib turib, ona o'rniga tushadi va ukalariga onalik qilishni boshlaydi. Mas'uliyat uni bo'ynida boshqa farzandlarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Muammolarini o'zi yechishga harakat qiladi. Ota-onasiga ham muammolarni yechishga yordam beradi. Eng qiyini ota-onasi bilan birga katta bo'ladi, chunki u paytda hali ota-onasi ham yosh bo'ladi. Ko'p narsani ichiga yutadi va ko'p narsaga tushunib erta katta bo'ladigan, lekin o'zi aslida bola bo'lgan inson bu katta qiz farzand hisoblanadi. Hozir kitobda bitta narsa o'qidim. Katta qiz farzandlar haqida. Katta qiz farzand bo'lganim uchun menga ta'sir qildi deb o'ylayman. Shunaqa yozilgandi. Oilada ota-onadan ham oldin ruhi charchagan, ko'p narsani ichiga yutgan va ko'p narsani o'zi hal qilishga harakat qilgan inson katta qiz farzand bo'larkan. U erta yoshdan mas'uliyatni o'zini bo'yniga oladi. Erta yoshdan hali o'zi bola bo'lib turib, ona o'rniga tushadi va ukalariga onalik qilishni boshlaydi.